Flipper Zero. Flipper Zero versus Flipper Zero. This is a Flipper Zero. I'm going to be. This is the Flipper Zero pair. Can a device like the Flipper Zero yoki Flipper Zero. Hello guys, hammaga salom. Bugun sizlar bilan o'sha mashhur Flipper Zero haqida batafsil gaplashamiz. Ya'ni O'zbekiston sharoitida qanaqa qilib sotib olish haqida. Ikkita usuli bor. Birinchisi onlayn marketlar Flipper Zero'ni ofitsial saytidan sotib olish mumkin, lekin ofitsial saytida sotib olish biroz muammo bo'ladi. Sababi esa quyidagicha bo'lishi mumkin. Ya'ni O'zbekistonda distributiv mavjud emas. Onlayn marketlar orqali sotib olsangiz 2 barobar qimmat bo'lib ketadi, lekin ofitsial saytidan 2 barobar arzon, lekin distributiv mavjud emas. O'shaning uchun bizga eng ma'qul usulidan, ya'ni onlayn marketlar orqali sotib olishimiz mumkin. Bir necha onlayn marketlar bor. Bu birinchisi alibaba.com saytidan sotib olsak, bizga ham arzon tushadi. O'zbekistonga olib kelish ham uncha muammo emas. Alibaba ilovasi Play Marketda bor. Bemalol yuklab olib ishlatsanglar bo'ladi. Demak, yuklab olganimizdan so'ng esa biz unga kirib akkaunt ochishimiz kerak. O'zingizlarga ma'qul usulda akkaunt ochishinglar mumkin. 3 xil usuli bor. Men Google orqali akkauntimni ocha olaman. Demak, o'zingizlarga tegishli bo'lgan akkaunt kirgizib turib, continue tugmasini bossanglar bo'ldi, kifoya qiladi va akkauntingizga kirgan hisoblanasizlar. Okey, demak kirib ham oldik. Endi esa My Alibaba, ya'ni My profiliga o'tib turib, o'zingizlarga tegishli bo'lgan narsalarni, nastroykalarni to'g'irlab olasizlar. O'zbekistonni, ya'ni o'zingizlarni joylashuvinglar, IP manzilinglar, общий hamma narsani kirgizib turib to'g'irlab qo'yasizlar. Xo'p, keyin qiladigan ishimiz esa qidiruvga o'sha nimani izlamoqchimiz? Albatta Flipper Zero device deb qidirishingiz shart. Aynan device qo'shimchasi bo'lishi shart. Boshqa narsa deb qidirmanglar. Birinchi o'rinda qidiruvda chiqqan narsalarga e'tibor beringlar. Eng ishonchlilari degani verified degan narsa chiqadi. Bu eng ishonchli degani, ya'ni o'sha kompaniya eng ishonchli, ya'ni yetkazib beradigan kompaniya hisoblanadi. Undan tashqari sizlar piesga ham qarashinglar kerak. Ya'ni bitta donasi shuncha narxdami yoki 10 tasi shuncha narxdami degan narsaga ham e'tibor berishinglar shart. Undan tashqari esa, ya'ni Flipper Zero device sotib olyapsizlarmi yoki bo'lmasa unga qo'shimcha qilib qanaqadir nima deydi, qo'shimcha mahsulotlarni sotib olyapsizlarmi? O'shanga ham e'tibor beringlar. Ya'ni buyurtma qilib bo'lgandan keyin arzon tushdi deb boshqa narsa kelib o'tirmasin. Okey, endi esa sotuvchiga men so'rov yubordim. Ya'ni men sotib olaman degan maqsadda bitta one piece deb turibdi, ya'ni bittasini sotib olaman degan maqsadda yubordim. Endi esa savdolashamiz u bilan. Albatta men bilan ya'ni salomlashyapti. Okey, bittasini narxi shuncha deyapti. Men unga aytyapman. Okey deyapman, qanaqa yetkazib berasan deyapman, qanaqa qilib olaman deyapman. O'sha 32 gigabaytli fleshkasi bilan birga boradi deyapti. Menga aytyapti. Okey dedim. Yaxshi dedim. $35 ustiga qo'shiladi deyapti va 10 kunda yetib boradi deyapti. Sababini so'raganimda esa u aytyapti, yetkazib beruvchi va o'sha yangi batareyka qo'yib beraman senga dedi. Ya'ni eng oxirgi batareykasini qo'yib senga eng yaxshi nastroykasini to'g'irlab jo'nataman degan maqsadda aytyapti. Keyin esa kargo xizmatini tanlashingiz kerak. U maslahat berdi. DHL yoki FedEx yoki bo'lmasa UPS orqali yuborishni maslahat berdi va menga order yubordi. Endi esa orderga kirib, o'sha orderni to'g'irlab olishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni to'lov qilasizlar, ya'ni orderga kirib turib, o'zingizlarni Visa karta orqali to'lov qilasizlar. Visa kartadan boshqa to'lov amalga oshmaydi menimcha, katta ehtimol bilan. Demak, men Visa karta orqali to'lov qilib oldim va unga to'lov qilganligim haqida narsamni, ya'ni qayta yubordim. 8-12 kunda keladi dedi menga. Okey dedim va u ayol kishi bo'lganligi uchun ozroq maqtab qo'yganimga xursand bo'lib ketdi. Xo'sh, to'g'risini aytaman, 14 kunda menga keldi. 14 kundan keyin esa men unga qayta yozganimdan keyin esa u aytdi menga, ya'ni trackning nomerini berdi. Track nomerini berganida esa, ya'ni o'sha sizlarga, ya'ni UPS orqali menga kelgan edi. Ya'ni UPS pochta orqali o'shani 25 talik raqami bor. O'shani menga berdi. Ya'ni qayerga kelganini, o'sha trackni qayerga kelganini kuzatib turishim mumkin. O'sha zip kodni o'zingizlarga saqlab olasizlar. Uni qanaqa qilib tekshirishni hozir ko'rsatib beraman. Xohlagan brauzeringlarga kirib, UPS deb qidirsanglar, birinchi chiqqan ups.com saytiga kirib olasizlar. Undan tashqari esa unga kirganlaringda esa, ya'ni sizlarni tracklaringni tekshirish uchun 25 talik zip kodni o'sha yerga kirgizishingiz kerak. Mana bu qidiruv tizimiga. O'sha yerga, ya'ni sotuvchi bergan sizlarga o'sha 25 talik maxfiy raqamni bu yerga kirgizib olsanglar, o'sha sizlar ya'ni mahsulotlaring qayerga kelganliklarini kuzatib tursanglar bo'ladi. Meniki Xitoydan yo'lga chiqqanligini kuzatib turdim.
qancha vaqtda kelishini ham kuzatib turdim. Bemalol UPS saytiga kirib kuzatib tursanglar bo'ladi. Bemalol. Demak, ko'rib turganlaringdek Xitoydan, Gonkongdan yo'lga chiqqan va Toshkentga yetib kelish uchun vaqt belgilab qo'yilgan va o'sha vaqtni davomida yetib keladi sizlarga. Hech xavotir olmanglar. O'zbekistonga albatta keladi. Mahsulot O'zbekistonga yetib kelgandan keyin esa u menga yozdi. Ya'ni sening mahsuloting o'zi Toshkentga yetib keldi. Tekshirib ol degan maqsadda yozib qo'ygan. Ko'rishingiz mumkin. UPSning ofitsialniy telefon raqamini ham qoldirgan. Bemalol tekshirib olishim uchun. Va men mahsulotni qo'limga oldim. Ya'ni UPS ofisiga borib, mahsulotni qo'limga olganim haqida unga rasm yuborib qo'yganim uchun u xursand bo'ldi. Ya'ni tabriklayman degan maqsad. Xo'p, UPS ofisini topish unchalik muammo emas. Shunchaki Google Map'ga kirib turib, ya'ni UPS deb qidirsanglar, ya'ni UPS ofis deb qidirsanglar chiqib keladi o'zi avtomatik tarzda. Yoki UPS Toshkent deb qidirsanglar ham bo'ladi. Chilonzor metroni oldida ekan, ko'rishimiz mumkin. Xo'p, bu yerda rasmlarini ko'rsataman. Aynan chap tomondagi bino o'sha UPSning ofisi hisoblanadi. Ko'rishingiz mumkin. Bu yerda yana boshqa rasmlarni ham. Undan tashqari sizlarga yana bir yordam sifatida UPSning Telegram manzilini ham, ya'ni Telegram akkauntini ham sizlarga ko'rsataman. Bemalol bu yerga kirib yozib qo'yishingiz mumkin, ya'ni mahsulotlarning kelganligi haqida bilishingiz mumkin. Mahsulotni qo'limga oldim. Kelinglar, endi ozroq obzor qilaman bu haqida. Xo'sh, kelinglar, mahsulotni olib ochib olamiz oldin. Xuddi shunaqa korobkada keladi sizlarga. O'z aslida shunaqa kichkina korobkada bo'ladi. Ko'rishimiz mumkin. Bir nechta vositalarini, ya'ni imkoniyatlari borligini yoniga ham yozib qo'yibdi. Xo'p, kelinglar ochamiz. Ichini ochganlaringda birinchi shunaqa holatda, ya'ni foydalanish qo'llanmasi chiqadi sizlarda. Bemalol batafsil tanishib chiqishingiz mumkin. Qanaqa qilib foydalanish haqida. O'zi bilan birga zaryadlash uchun Type-C simini ham beradi. Ko'rishimiz mumkin. Bu yerda o'ziga, ya'ni oddiygina biz bilgan Type-C, ya'ni USB qurilmasi. Xo'p, keyin esa naklinka berilgan. Notebook yoki kompyuterga yopishtirish uchun. Va asosiysi biz kutgan Flipper Zero. Ya'ni Flipper Zero'ni ko'rishimiz mumkin. Juda ham ajoyib holatda kelgan. Bu yerda Type-C ketadigan joylari, undan tashqari qo'shimcha Enerfigure motor va S30 ga ketadigan joyi va infraqizil nur ketadigan va fleshga ketadigan joylari mavjud. Kichkina tugmani bosib tursanglar, bu yonadi. Bitta narsani aytaman, Flipper Zero yangi sotib olganlaringda bu upgrade, ya'ni update qilinmagan bo'ladi. Sizlar o'zingizlar qo'lda update qilishingiz kerak bo'ladi. Buni ham hozir ko'rsatib o'taman. Bu ichidagi narsalar juda ham eski holatda saqlangan bo'ladi. Meniki 2022-yilda oxirgi marta update qilingan edi. Men buni yangilab oldim. Hozirga qanaqa qilib yangilashni kelinglar birgalikda ko'rib o'tamiz sizlar bilan. Update qilishni sizlarga kompyuter orqali ko'rsataman. Brauzerga kirib Flipper Zero deb qidirsanglar, birinchi o'rinda o'zining ofitsialniy sayti kelib chiqaradi. Xo'p, bu yerda esa downloads qatoriga o'tamiz. Downloads qatorida esa kelinglar, bu yerda ko'rsatib qo'ygan o'zi telefon orqali app versiyasi ham bor va kompyuter uchun, ya'ni Windows, MacOS va Linux uchun alohida dasturlari mavjud. Biz hozir Windowsdaligimiz uchun Windows versiyasini yuklab olib o'rnatamiz. Okey, yuklab bo'lindi. Endi esa buni o'rnatamiz. Demak, kirib olamiz va yuklab olishimiz kerak, ya'ni o'rnatib olishimiz kerak o'zimizga, kompyuterga. Xo'p, kirganimizda menimcha o'rnatish qiyin bo'lmaydi. Next ni bosib ketsak kifoya qiladi. Qayerga saqlamoqchi bo'lsanglar, o'sha yerga saqlaysizlar, keyin o'rnatib olasizlar. Uncha qiyin joyi yo'q.
Okey, endi esa nima qilishimiz kerak? Birinchi o'rinda USB kabel kerak bo'ladi, Type C li. Uni esa Flipper Zero ga tiqib olamiz, ko'rganlaringdek va Flipper Zero dasturini ishga tushiramiz. Ishga tushirib, keyin esa bu yerda sizlarda menda repair deb chiqyapti. Sizlarda esa update degan yoki upgrade degan narsa chiqadi. Xo'p, birinchi o'rinda nima qilamiz? Tepada nastroykaga o'tib turib, release qatorini tanlashimiz kerak. Release'da birinchisida turgani afzal bo'ladi, ya'ni qolganlariga o'tkazishinglar shart emas. Birinchi release qatorida turgani yaxshi va bu yerda o'zi qaysi releaseda, ya'ni 1.2.0 releaseda o'rnatishni so'ralyapti yoki alohida boshqa versiyani o'rnatasanmi degan joyi ham bor. Sizlar esa sizlarda update degan narsa bo'ladi. Update da bosasizlar. Men esa upgrade tugmasini yoki repair tugmasini bosaman. Flipper Zero ga qaraydigan bo'lsak, shu holatda turadi o'zi. Demak, bosganimizda o'zi hozir avtomatik tarzda 2025-yilgi update versiyaga o'tadi. Avtomatik tarzda. Ozroq kutib turamiz, o'zi avtomatik tarzda update bo'ladi. Agar nimadir error bo'ladigan bo'lsa, Telegram kanalimizga yozib olsanglar, hal qilamiz birgalikda. Demak, ko'rishimiz mumkin, bizda success degan yozuv chiqdi, ya'ni update qilib bo'lindi. Sizlarni tabriklayman. Endi esa buni continue tugmasini bosib turib, bemalol boshqarishimiz mumkin. Albatta, USB ni tiqqan holatda, ya'ni yoki bo'lmasa Bluetooth orqali boshqarishimiz ham mumkin. Okey. Endi bizda eng oxirgi versiyadagi Flipper Zero ni ishlatishimiz ham mumkin. Sizlarni tabriklayman. Okey, endi esa ko'rishimiz mumkin bu yerdan qanaqangi imkoniyatlari borligini va boshqa narsalarini. Boshida bir narsa aytish esdan chiqib qolibdi. Bu Flipper Zero fleshkasiz, ya'ni CD kartasiz ishlamaydi. O'shanga ham e'tibor berasizlar degan umiddaman. Endi esa buni ekranini bosib turib bemalol boshqarishimiz mumkin. Kompyuterdan turgan holatda ham. Ikkita boshqarish usulini aytdim. Birinchisi Bluetooth, ikkinchisi USB port orqali boshqarishimiz mumkin. Hammaga xayr, salomat bo'linglar, doimgidek aqlinglarni chaqringlar. Kanalga obuna bo'lish va like bosish esdan chiqmasin. Hammaga xayr.